qorlar ham yog'ishda davom etyapti, katta yog'yapti. Videoni o'tkazmasdan like bosib ko'ringlar, iltimos. Tomdan yiqilib tushib, olamdan o'tgan ukalarimiz haqida. Tojik, o'zbek, qirg'izlar chiqadiki, bu tomga chiqib, do'xi ketadi kurab tushishga. Tomga chiqyapmizmi, pulni olyapmizmi, 10 mingdan, 15 mingdan kuniga olyapmizmi? Shu arqonimizni yangilab olaylik. Jon akalar, arqonni yangilab, yangi arqonni ishlataylik, kerakamiz. Hali tarigidan o'ligi qimmatga tushdi deydi-yu, o'likni olib ketishni bilasizlar qanchaga. Assalomu alaykum barchangizga, musofirda yurgan qadrli vatandoshlar. Charchamasdan ishlayapsizlarmi? Moskvada yurgan akalar, ukalar, qorlar bilan qorlar ham yog'ishda davom etyapti, katta yog'yapti. Shu murojaat bilan chiqaytirdim. Videoni o'tkazmasdan like bosib ko'ringlar, iltimos. Shu 2 kun ichida menga ikkita xabar keldi-da. Tomdan yiqilib tushib, olamdan o'tgan ukalarimiz haqida. Shu tom kurashga hozir ko'pchilik jalb qilgan, chunki qor katta yoqqanligi sababli mana bu dastavkada yurgan, tashqarida ishlaydigan aka, ukalar ishlarini to'xtinchalik to'xtatgan. Shuning uchun hozir ko'p joylarda qor kurashga, bog'chalarda, maktablarda qorni kurashga shu pul berib aytyapti. Bunga endi biznikilar, tojik, o'zbek, qirg'izlar chiqadiki, bu tomga chiqib, do'xi ketadi kurab tushishga. Endi shunga sabab jinday nimalarga e'tibor bermayapmizki, texnik jihatdan shu tomga chiqyapmizmi, pulni olyapmizmi, 10 mingdan, 15 mingdan kuniga olyapmizmi? Shu arqonimizni yangilab olaylik. Jon akalar, arqonni yangilab, yangi arqonni ishlataylik, kerak bo'lsa ingichka trosdan ishlataylik. Shu arqon chirigan, uloq arqon bog'lab chiqyapmiz. Yo bitta arqonda chiqyapmiz, zapas qilmayapmiz. Shu arqon uzilib ketish tarqasidan-da. Endi men eshitganim shu ikkita o'tib qolishdi, ukalar, yosh ukalar. Nimaga? Shu sababini qilmaganmiz-da, jon akalar, ukalar, sababini qilmaganmiz. Hali tarigidan o'ligi qimmatga tushdi deydi-yu, o'likni olib ketishni bilasizlar qanchaga olib ketadi. Shu posolstvo orqali ariza tashlab olinadi. Keyin o'sha dorilab, pechatlab beradi. Bular hammasi pul. Endi hozir yaqinlari yig'ib jo'natadi. Bu ehson so'rash, boshqa narsa qilish emas. Deganim tarigidan o'ligi qimmatga tushdi degan narsa shuda. Bu o'zimizda duximiz borda, tomga chiqib bemalol kuraveramiz. Просто tak texnik jihatdan arqonni bog'lab, двойной qilib, shunaqa qilib bismillohni aytib chiqib kurasak bo'ladi-yu. Shu arqonsiz nima keragi bor? Qo'lma-qo'l ushlab kurab, yo bo'lmasa tepaga chiqib olib turib tayoq bilan. Hozir hamma yoq muzlagan, 25 gradus sovuq. Hamma yoq muzlagan, temirni o'zi ham muzlab qo'ygan. Meni murojaatim shuki, jon akalar, ukalar, jon otalar, ayalar, shu o'g'illaring shu Rossiyada bo'lsa, shunaqa ishga chiqayotgan bo'lsa, aytib qo'yinglarki, texnik jihatdan qo'lida masalan 4 ming rubl, 5 ming rubl kuniga to'yapmiz qishti kunida. Mayli, Xudoga shukr qilib o'sha ishni ishlab tursin. 2 oy o'tadi, ketadi. 2 oy o'tadi, ketadi. Endi shu qo'shimcha ish qilib, shunaqa maktab, bog'cha, dachalarda tomiga chiqilyapti, lekin mana bu tomondan biz mahkam qilmayapmiz o'zimizni. O'limga olib kelyapti. Musofirdagi hozir juda qiyin musofirlikda. Yotib qolsangiz, och qolib ketasiz. Ishlayman desangiz, mana bunaqa havo sovuq. Shuning uchun hushyor bo'lib ishlaylar akalar. Biz lechni o'lib ketaveramiz. Lechni o'lib ketaveramizda. Bu o'zimiz sabab bo'pti.
Lekin ortda qolgan onamiz, otamiz kuyib ketadi, kuyib ketishi ham mayli. Mayli bolangiz bo'lsa, ikkita uchta bolangiz bo'lsa, yetim qoldirasiz. Qiynaysiz, butun umr qiynalib o'tib ketadi. Shu sababini qiling, mayli ajal yetgandir-u, sababini qilaylik, jon akalar, ukalar. Shu bizni qiynalmasin. Shu bolalarimiz, ayolimiz, biling, sizdan boshqasi bolalaringizga dadalik mehrini bera olmaydi, sizdan boshqasi. Shuni bilib oling. Dadangizmi, ayangizmi, ukangizmi, qaynog'angizmi sizdaqa mehr bera olmaydi. Shuni bilib oling. Siz dadani o'rni boshqa baribir. Shuning uchun o'zlaringizga ehtiyot qilinglar, jon akalar, ukalar. Keyin kimda ish bo'lsa, hozir mayli men nomerimni bersam, hozir telefonda o'tirish kerak-da, telefonda o'tirish kerak. Chunki boshqa ishlar ham bor. Telegramda yozib qo'yganman. Ish bo'lsa ayting, o'sha telefon nimamga kirib hozir. Ish bo'lsa ayting, o'sha nimaga telegramga kirib men aytay boshqalarga. Ishsiz bo'lsangiz ham ayting. Xolosa shu kommentariyada yozib keting. Bizning ishimiz endi Moskvadagilar bo'lsa, shu Moskvada ish bor deb telefon nomeringizni yozib keting. Qanaqa ish bo'lsa, keyin ishga borsa otmang bir-birlaringda. 1 so'm pul deb, 2 so'm pul deb. Keyin ishga borib turib siz ham podvalit qilmang ularni. Shu qo'lingizdan keladigan narsani ayting. Juda ko'p bo'lyapti-da. Ha, bilaman deb boriladi. Hech narsani bilmaydi, kasyak qilib o'sha ish to'p berganda bo'yniga bo'lib ketyapti-da. Qo'lingizdan kelgan narsani ayting. Plitkani bilasizmi? Plitkani ayting. Elektrikani bilasizmi? Elektrikani ayting. Shuni bilaman deb qo'shimcha qilib yoniga qo'shib, aqdi ham qiynamang, o'zingiz ham qiynalmang. Shunaqa gaplar. Sog' bo'lasizlar, hurmatli ota-onalar. Qaytdi ko'rsalaring shu duo qilinglar musofirlarda. Keyin o'g'illaringga aytinglarki, o'g'lim, katta pulni o'ylab o'zingni xavfga qo'yma. Ha, masalan, tomga chiqayotgan bo'lsa, o'zingga ishonayotgan bo'lsang, o'sha xavfsizliklarni qilib chiq, mayli. Och qolayotgan bo'lsang, bo'lmasa o'sha 4 ming, 5 ming pulingni ishlab yuraver deb ayting. Sizlarga maslahat. Musofirdagilar doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'lgan uchun rahmat.